Hammaga salom. Bugun yana sizlar bilan Usmon 5. O'tgan safargida men adashmasam bunaqa cho'p yasamoqchi edim, kirka yasash uchun. Bugun yana o'sha maqsadimizni ikkinchi kuni. Endi men buni unday qilib. Endi bugun biz kirka yasaymiz toshdan. Ikkinchisi mana endi bilaman, menda temir kirka bor. Lekin nima edi? Temir kirkani ishlatgim kelmayapti. Mana akam yana. Nima u? Temirmi? Bo'lma. Biz shu yerdan biz pastga qarab ketaveramiz. Fakir olishdan chiqibdi. Tabriklashim mumkin, yana temir topdim. X-ray bor. Bunun qorong'i bo'lib ketdi bu yer. Mod beryapti. Nima siz? Mod. Mud? Tungi ko'rish modi. Yo'q. Haberi bor o'shani. Yo'q. Nima kerak bor? Obunachilaring faqat qorong'ini ko'rib o'tirmaydi-ku. Oz bir chiqyapman-ku. Ko'mirni olayotganimiz Voy padaringgalanadi. Boshqa kimmi? Asajon, sen borasan, bormaysan? Bormaysan? Nimada osh bor. Dadingizga beringlar, bo'lmadimi? yana ko'mir topdim. Videolayapmiz-ku. Uzr. Kesib tashlaymiz. Hop, kesib tashlaymiz. Usmon oldimdagi juda katta qorga olib tushdi bu meni. Bir boshidan buni tekshirib chiqishimiz kerak. Mana deshorpa. Akam bitta katta. Ketgan joyiga yana temir chiqdi, tabriklashim mumkin. Suv bormi oldingizda? Bor. Yo'q, qarab ketdi aka. Suvda oldidagi teparakdagi joy bor. Yo'q, men sizni hozir oldingizga tushganim bilan keyin qaytib chiqa olmayman-ku. Nima chiqolmaysan, to'p olmaysan. Yesu kimga? Bo'ldi, bu faqat suv ekan, endi chiqamiz bu yerdan. Birozdan keyin biz temirli paqir yasab olamiz. Paqirdan chiqib ketib qoldi. Keyin u paqirdan uni qilamiz. Boshqa yoqqa kirib ketdi o'zi. Yo'q, kirmayman men. Nimaga? Kira olmayman, lekin narsalar tashlashim mumkin. Narsa tashlab yuboraymi? Yo'q, baxtga o'zing. Suv olib ketamiz metdan bo'lmasang, suv ham. Keyin tepaga chiqasmiz suv bilan. Qani ko'raychi, 3 ta temir tashlab yuboraman aka. O'zi yasab olasiz. O'zi paqir yasab suv olib chiqing. Yana temir topdim, bu olmos qurilma qayerga? Agar siz 11-tepalikdan pastroqda bo'lsangiz, teparoqda bo'lsangiz, olmos chiqmaydi bor. Hazga ham keltirmang u yerda olmos toping. Ha? Tepa qilib bilsangiz bo'ladi. Tapurda men tapurda qanday qilib buni sindirmoqchi bo'ldim? Loy chiqdi. Bo'ldi, chiqdik. Qayerga? Tepaga-da. Mana bu tosh ekan. Granitmi? Çıramay. Hozir. Bularni esa Ayollar, mening borishim dunyoni hozir mana bilan u yerda nimalar borligini ko'rib olamiz. Bu yerda mana bor ekan-ku. Просто loy ekan aka. Chiqdik deb o'ylab. Lekin aniq bilamay yaqinlashib qoldik. Chunki qo'yni ovozi eshitildi. Endi просто. Qayerga chiqib ketdingmi?
Nima qilishim kerak? O, ana tepalik. Yorug'likda ham ko'rarkanmiz-ku, bir kun. Do'stlar, tepaga chiqib oldik. Ertalab. Chiqing desiz. Bu kirgan joyimizni narigi betidan chiqdik. Daraxt ustidan chiqdim. Daraxtni mana akam. Tog' nariga ketdik. Men tog'dan narigi tomondan chiqdim, siz bu yoqdan chiqdingiz. Ketdik, yo'lsarasidan. Alam, hali uy ham qurish kerak-a? Urmang bejarani, urmang, baribir qornimiz to'yadi. Men ishonmayman qishloq borligiga. Nimasini? Qani qishloq? Yo'q. Ishonmadim. Kelganimdan keyin qarasam qishloq ekan-ku. O'zi qaraganimda qishloq yo'q. Okeandan buzilgan kema topamizmi? Buzilgan kema yo'q bu yerda. Temple bor. Temple bu versiyada bor-da. Nechadan esa oltin diamond chiqishi mumkin, keyin uy qursak bo'ldi va sotib. Cho'lga otlandik. Cho'lgacha 1 daqiqada o'tib ketdik. Cho'lga boramiz deguncha kanyon topib oldik-ku. Kanyonning ichida akam izumrud topdi. Tabriklashing. Hali beri cho'l topganimiz yo'q. Asadbek akam hali ham kanyonning ichida, men bilmayman endi nima qilamiz. Lekin izumrud topdi va men mana bu yerda o'tirib siqilyapman.